atrobotga pechga va'da qilgan edim, xullas tomosha qilinglar. Birinchi yomkisidan boshlaymiz. Menimcha 3 litrlar ketsa kerak. 8 ga 8 profildan yomkis yasaganman. Xo'sh, pastida yaxshi latundan kraniklari ham bor. Mana atrobotgan tomishini ko'ringlar. Mayda-mayda mana shunaqa tomchilayapti, lekin bu yerda alovni zo'rligini ko'ringlar. Xullas, juda antiqa bo'lgan. Profillari 10 ga 5 profilni 2,5 stenkaligidan bo'lyapti, tepa pasti ham. Trubasi esa 89 li trubani, uni ham 2,5 stenkaligidan qalinidan bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Palovni yo'q olasizlar. Xullas, meni hisobim bo'yicha где-то 3 litr 1 sutkaga bemalol atrobotga yetadi. Uylarni ichiga ham menimcha qo'yib bo'lsa kerak, chunki umuman hech qanaqa hidi yo'q. Xullas, kimga mana shunaqa sifatli atrobotga pechkalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yana nima yasashimni xohlasanglar, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, ertaga o'shani yasashga harakat qilib beraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.